Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmmіңlər xoş gəlibsizlər. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Dünya Uyghur Qurultayı Qurban Hayit münasibati bilan Harp kuni maxsus axborot e'lon qilib, butun dunyo musulmonlarining, jumladan vatan ichi va sirtidagi butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning Qurban Hayitini tabriklash bilan birga aziz xalqimizga Janobi Allohdan erkinlik, hurlik, omonlik, baxt, saodat tilaydiganligini ifoda qildi. Qurultayning axborotida tuvandikilar bayon qilindi. Aziz qarindoshlarim, har qitim butun dunyo musulmonlarini shodlikqa cho'mdirgan mana mushunday xosiyatli kunlar yetib kelganida haqiqiy bir usti ochiq turmaga aylangan vatanimizda Xitoy zulmi ostida azob chekayotgan xalqimiz, Xitoyning vahshiy zindonlarida, jazo lagerlarida jon talashayotgan millionlagan begunoh qarindoshlarimiz, Xitoyning ichki o'lkalarida qul o'rnida majburiy ishlatilayotgan qarindoshlarimiz, ya'ni shundoqli vatansizlik dardidan ko'rish imkoniyatimiz bo'lmagan vatandagi ota-ona, urug' tuqqan va do'st yoronlarimiz ko'z oldimizda namoyon bo'ladi va bundan cheksiz azoblanamiz. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, vatanimiz Sharq Turkiston kommunist Xitoyning tajovuziga uchirgandan buyon vatan ichidagi xalqimizning biror kunimi xotirjamlik va shodlik ichida o'tib boqqani yo'q. Xalqimizning har bir kuni qonliq yosh to'kish va musibat ichida hasratlanish bilan o'tdi. Muhojiratdagi qarindoshlarimizmi vatandagi ota-ona, urug' tuqqan, do'st yoronlari va so'yimli xalqining dardi firoqida qayg'urish, hasratlanish va azoblanish tuyg'usi ichida bugünkidek hayit bayramlarini kutib olishga majbur bo'lib keldi. Aziz qarindoshlar, qisqasi bugun biz Sharq Turkistonliklar tarixda misli ko'rilmagan zo'r irqiy yo'qotishga duch kelayotgan bir xatarlik vaziyatda turibdimiz. Mustabid Xitoy hokimiyatining xalqimizga qaratgan fashist qilmishlari bugun butun xalqaro jamoatchilikni o'yg'atdi. Dunyo madaniyatiga shonliq to'hfalarni qo'shgan Uyg'ur xalqining bir butun millat sifatida yo'qolib ketishiga taqat qilib turolmagan xalqaro jamoatchilik mustabid Xitoy hokimiyatidan buning hisobini so'rash uchun harakatga o'tishga boshladi. Mana mushundaq halqiliq bir paytda barliq Sharq Turkiston xalqi cho'qim qayg'uni kuchga aylantirib, Xitoyga qarshi birlik sapni mustahkamlab, Sharq Turkiston davosini kuchaytirish yo'lida yuksak jasorat va fidokorlik ruhi bilan millat sifatida jiddiy harakatga o'tishimiz to'liq zarurdir. Mana bu muborak kunni xuddi Allohning buyrug'inidek birlik, ittifoqlik, do'stlik, hamkorlik va sevgi kuniga aylantirayli. Bu muborak kunda Allohdan vatanimiz Sharq Turkistonga ozodlik va xalqimizga hurlik tilayli. Her qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimiz 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 14-yilligini har xil shakldagi faoliyatlar orqali keng ko'lamda xotirlashga hozirlanmoqda. Dünya Uyg'ur Qurultayining bu vaqtda e'lon qilgan chaqiriqnomasida mundaq deb ko'rsatilgan edi. 5-iyul shahidlarini, jumladan Sharq Turkiston xalqining erkinligi va hurligini qo'lga keltirish yo'lida qimmatli hayotlarini taqdim qilgan botir o'g'il qizlarimizni yod etish, ularga ehtirom bildirish va Xitoy hokimiyatining xalqimizga qarata rahimsizlarcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini dunyo jamoatchiligi oldida fosh qilish bo'lsa, biz chet ellarda yashayotgan barliq Sharq Turkistonliklarning vijdoniy, insoniy va milliy burchimizdan iborat. Urumchi qirg'inchiligining 14-yilligini butun dunyo miqyosida keng ko'lamda xotirlash orqali kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizgan inson qalbidan chiqqan irqiy qirg'inchiligini, besim va zulm siyosatini, shundoqla milliy mavjudligi tarixdan buyon ko'rilib boqmagan darajada jiddiy yo'qolish tahdidiga duch kelayotgan xalqimizning yurak sadosini dunyo jamoatchiligiga texim unumli va jonliq shaklda anglatishimiz, Urumchi qirg'inchiligining 14-yilligini xotirlash faoliyatini butun dunyo miqyosida mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiga qarshi zo'r ko'lamlik norozilik harakatiga aylantirishimiz lozim. Dünya Uyg'ur Qurultayi markaziy ishxonasining stansimizga bildirishicha, 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 14-yilligi munosabati bilan Qozog'iston va Qirg'izistonlarda Urumchi shahidlarini yod etish nazar faoliyatlari Kanada, Amerika, Yaponiya, Avstraliya, Turkiya, Angliya, Gollandiya, Germaniya, Norvegiya, Shvetsiya, Shveysariya, Belgiya, Fransiya qatorliq davlatlardagi Xitoy elchixonalari va konsulxonalari oldida norozilik namoyishlari o'tkaziladi. Undan boshqa yana 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 14-yillik munosabati bilan axborot e'lon qilish yig'inlari, muhokama yig'inlari, ko'rgazmalar uyushtiriladi. Dünya Uyg'ur Qurultayining bu vaqtda e'lon qilgan chaqiriqnomasida mundaq deb ko'rsatildi. Aziz qarindoshlar, vatan ichidagi xalqimiz shuncha zo'r besim, tahdid va qirg'inchiliklarga pisand qilmay, butun millatimizning erkinligi va hurligi uchun aziz jonlarini qurbon qilyotdi. Dahshatli qorong'u zindonlarga va nozik kamplarga mahkum bo'lyotdi. Şunu biz erkin davlatda yashayotgan barliq Uyg'urlar vatan ichidagi xalqimiz bilan bir tan, bir vujud bo'lib, ularning qayg'usiga o'rtaq bo'lishimiz lozim. Milliy g'ururingizni, vijdoningizni, vatanparvarligingizni va imoningizni sinaydigan payt keldi.
Şehitlerimizning haqqi hurmati uchun hech qanday bahona sabab ko'rsatmay, dunyo miqyosida elib beriladigan 5-yo'l Urumchi qirg'inchiligining 14-yilligini xotirlash faoliyatiga aktivlik bilan qatnashishga g'ayrat qiling. Çexiya paytaxtı Pragda nəşrdən çıxıdığan Dəvr gazeti 21-iyun, 22-iyun günləri arqa-arqadan Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun Aysa, Qurultayının bayanatçısı və Qurultay Ayollar Komitetinin müdiri Zümrətay Erkin bilan ayrım-ayrım ötküzgən söhbəti asasında məxsus ziyaret xatirəsi elan qılıb, Uyğur irqi qırğınçılığı və Xitayının Uyğurlara qaratqan çegara halqıgan bastırış qılmışlarını qaytadan gün tərtibə elib gəldi. Bununla paralel halda 22-iyun günü Çexiya parlamenti məxsus qararnamə elan qılıb, Xitay hakimiyyətinin Şərq Türkistanda Uyğurlarını asas qılğan Türkiyə xalqlarına yürgüzüyatqan irqi qırğınçılığını qattiq ayıplaydiganlığını ifadə qilish bilan birgə Avropa Birligining Uyğur məcburi əmgəki çetişlik məhsulotlarını çəklash haqidagi har qanday qarorga qizg'in ovoz qo'shadiganligini bildirgan edi. Dünya Uyghur Qurultayı rəisi Xitay meni chet elda bir qancha qitim qo'lga olg'uzdi. Namlıq ziyorat xotirasi Davr gezisining bosh muharriri Milan Kajenk Pragda Dolqun Aysa apandini ziyorat qilgan chog'dagi suhbatni asos qilib yozilgan. Bu suhbat 20-iyun kuni Dolqun Aysa apandi Çexiya parlamentida Uyghur irqi qirg'inchilik to'g'risida faoliyatlar elib berayotgan mezgilda o'tkazilgan. Mazkur suhbat mundaq iboralar bilan boshlangan. Dünya Uyghur Qurultayı rəisi Dolqun Aysa Şərq Türkistanның vəziyyəti to'g'risida to'xtalib o'tdi. Bu dövlətning asosliq aholisi bo'lgan Uyg'urlar uni Şərq Türkistan deb ataydı. Ular Xitoycha Şinjan deb atashni yoqtirmaydi. Şinjanning asli yoziqdagi ma'nosi Yangi Zimin deganini bildirdi. Bu 1949-yili Xitoy kommunistlar kirgandan keyingi o'lkani yoki atalmış Uyg'ur avtonom rayonini ko'rsatdi. Mushu reallikdanla siz bu tuproqning asli aholisi bilan Xitoy mustabid hokimiyati o'rtasidagi munosabatning naqadar jiddiyligini his qila olasiz. Yaqinqi yillardan buyon bu rayonning vaziyatidagi jiddiylik texmi kuchaydi. Rayondagi yerlik aholilar Xitoy mustabid hokimiyatining kishilarini jazo lagerlariga qamab, farzandlarini oilasidan ayirib, atalmış qayta tarbiyalash elib berayotganligidan shikoyat qilmoqda. Mazkur asarda Şərq Türkistan xalqi duch kelayotgan ig'ir fojialar bayon qilinish bilan birga bu fojialarni BDTning 2022-yili 8-oyda e'lon qilgan dokladida atrofli sharhlab o'tganligi, minglagan insonning izdiraksiz g'oyib qilinishi, tan jazosi, majburiy tug'mas qilish, majburiy emgak, rahimsiz bostirishlarning insoniyatga qarshi ig'ir jinoyat shakllantirganligini ilgari surganligi eskartilgan. Shundaqla uzun yillardan buyon Xitoyning chegara halqıgan təhdidlərinin ziyonkashligiga bevosita uchrab kelgan Dünya Uyghur Qurultayı rəisi Dolqun Aysa apandining ko'plagan demokratik davlatlarda duch kelgan tutqun qilinish voqealari atrofli bayon qilingan. Zumratay Erkin Xitoy hokimiyati Uyg'ur sarxillarini yo'qotdi, ayollarni tug'mas qildi, yurtdoshlarim azoblanyotdi nomli ziyorat xotirasida Zumratay Erkinning bayonlariga o'rin bergan. Ziyorat xotirasi mundaq boshlangan. Men Arya mehmonxonasida bir Uyg'ur ayol bilan tanishdim. Men uning yurtiga Xitoyning Şinjan o'lkasining navbatdagi vaziyatiga qiziqib qolgan edim. Ammo diqqat qiling, Uyg'urlar Xitoycha ism ishlatishni yoqtirmaydi va Sharq Turkiston deyishni yaxshi ko'rdi.
Ularning davlatida Xitoy hokimiyati rəhimsiz milliy tozalash elib berib, nurg'unlagan kishilarning jiniga zomin bo'lgan sistemalik qirg'inchiliklar yurgizmoqda. Mən Zümrətay Erkin xanım bilan söhbətni başlaşdan ilgiri uning bexatarligiga ziyon yetkazmaslik uchun oldi bilan uning oilasi va shaxsiy ishlarini so'rashga bo'ladigan bo'lmaydiganligini bilishni xoladim. Uyg'urlar Xitoydagi eng ko'p ziyonkashlikka uchragan millatlarning biri bo'lib, Falun Gongchilar, xristianlar va Tibetlarni o'z ishiga olgan Xitoy turmalaridagi vijdon mahbuslarini tashkil qiladi. Dünya Uyg'ur qurultiyi tarafidan 19-iyundan 21-iyungacha Chexiya poytaxti Pragda Xinjiang soqchi hujjatlarida oshkorlangan ichinishli ko'rinishlar asos qilingan va Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi va jinoiy qilmishlari namoyon qilingan cho'ng tipdagi rasm ko'rgazmasi o'tkazilgan. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin esa qurultayning bayonotchisi va qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, qurultayning Chexiyada turishliq alohida vakili Iveta Vankakovalardan tarkib topgan qurultay hay'ati 20-iyun kuni Chexiya parlamentini ziyorat qilib, Chexiya parlamenti tashqi ishlar komitetining mas'ullari bilan ko'rishgan. Shu kuni kechda yana qurultay bilan Amerikaning Chexiyadagi bosh elchixonasi birlikda Pragdagi Amerika sarayida Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati haqida analiz nomli muhokama yig'ini uyushtirgan edi. Dünya Uyg'ur qurultiyi 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining kelib chiqishiga bevosita sababchi bo'lgan 26-iyun Shaoguan vaqasi mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqi qaratgan irqiy kamsiz siyosatining bevosita mahsulidan iborat deb ko'rsatdi. Dokladda 26-iyun Shaoguan vaqasining orqa ko'rinishi, maydonga kelish jarayoni, Shaoguan vaqasi ziyonkashlikka uchragan Uyg'urlar va mazkur vaqaning xarakteri haqida nihoyat tafsiliy ma'lumot berilgan bo'lib, sesiqnomi dunyoga pur ketgan Shaoguandagi 10 minglagan irqchi Xitoyning 2009-yili 6-oyning 26-kuni bu shahardagi bir o'yinchoq zavodiga Qashqarning Koni shahar, ya'ni To'qizaq nahiyasidan majburiy ishlamchilikka elib kelingan bechora Uyg'ur dehqonlarga xuddi g'aljir itlardek hujum qilib, bir qism Uyg'ur dehqonlarining ichinishli holda o'lishini va ig'ir yordar bo'lishini keltirib chiqarishi Urumchidagi Uyg'ur xalqining savrining teshishiga bevosita sababchi bo'lgan asosiy omillarning biri edi. Qurultayning dokladida mundaq deb ko'rsatilgan: Shaoguan vaqasi hargizmi Xitoy hokimiyatining bayon qilganidek odatdagi bir ijtimoiy mojaro emas. Uning cho'nqur siyosiy orqa ko'rinishi bor. Shaoguan vaqasi Xitoy hokimiyatining uzun yillardan buyon Uyg'urlarga qaratib kelgan irqiy qirg'inchilik va irqiy kamsitish siyosatining bevosita mahsuli. Markaziy Xitoy hukumatining 90-yillarning beshida Sharq Turkiston qarta tuzib chiqqan siyosatida mayli hukumatga qarshi milliy harakatlar bo'lsin, norozilik harakatlari bo'lsin yoki yerli xalq bilan Xitoy millati o'rtasidagi ziddiyat va ixtiloflar bo'lsin, umuman hammasi xarakter jihatdan milliy bo'lgunchilik kategoriyasi kirgizilgan bo'lib, milliy bo'lgunchi degan gap Xitoy hukumatining va Xitoy fuqarolarining nazarida dushman degan gap. Xitoy markaziy hukumati Sharq Turkiston xalqini nazorat qilinadigan va ehtiyot qilinadigan harakatlik insonlar qilib bekitib olgan. Xitoy hukumatining bu jihatdagi g'oyat zo'r tashviqotlari tufaylidan bu xil ideya Sharq Turkistondagi hukumat tarmoqlari va Xitoy fuqarolaridan halqib, paydan-pay Xitoyning ichkari o'lkalarga yeyilishga boshlagan. Ya'ni Uyg'urlar masalasida Xitoy markaziy hukumati bilan har qaysi o'lkalar va shaharlar o'rtasida fikr va harakat jihatida birdaklik va o'xshashlik bor. Uning ustiga Xitoy hukumati o'zining tashviqotlarida Sharq Turkiston xalqining turli shakldagi norozilik harakatlarining xarakterini ig'ir darajada burmilab, bu harakatlarga qatnashgan Uyg'urlarning hammasini o'g'ri, qaroqchi, bulangchi va zo'ravon kuch qilib ko'rsatib, Uyg'urlarning Xitoy millati ichidagi obrazini xunuklashtirib, har qaysi o'lkalardagi hukumat tarmoqlarini va odatdagi Xitoy fuqarolarini Uyg'urlardan ehtiyotchan bo'lishga oshkora undab keldi. Bo'libmi Amerikadagi 11-sentabr vaqasidan keyin Xitoyning butun tashviqot vositalari Uyg'urlarning milliy zulmga va adolatsizlikka qarshi ilib berayotgan milliy harakatining hammasini terroristik harakat deb qaralab, Xitoyning ichki o'lkalarida xuddi Uyg'urlarning hammasila terroristik bir havoni yeyishga boshladi. Xitoyning asosli tashviqot vositalariga qaraydigan bo'lsangiz, Uyg'urlar haqida oylab, yillab biror ijobiy xabar maqola ko'rolmaysiz. Hammasila degudek siyosiy jihatdan qaralash tusini olgan salbiy xabarlar, ya'ni urush, cheqish va bulash harakati bilan shug'ullangan milliy bo'lgunchilar, terroristlar, zo'ravon kuchlar deganga o'xshash kalimalar bilan to'lib ketgan. Demak, Shaoguandagi Xitoylarning bu shaharga Uyg'ur ishchilar yutkab kelgan kundan e'tiboran ularga nafrat va o'chmanlik tuyg'usi bilan muomala qilishdi. Bu butun Xitoy miqyosida Uyg'urlarga qarshi shakllantirilgan dushmanlik tuyg'usining bevosita natijasidan iborat. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.